Prosto shtampl so'raganlar uchun yuksak kiradiganidan narxi 39 ming qilib beramiz. Katta qizingizga olasiz, yuksak kichkina qizingizga tushadigan bo'ladi. Selimlar bor. Ular yuzning cho'mchaga kirmaydi, lekin kirishi ham bo'lishi mumkin. Ularni 45 ming qilib beramiz. Rasvetkalar juda ko'p. Bundan tashqari yana rasvetkalar chiqadi, lozimi bilan birga. Bir 10 tacha qolib ketgan shtamplarimiz bor. Prosto shtampl, bu ham yuzsangiz kichkina bo'lib, singlizga, qizingizga tushadigan bo'ladi. Ularni 35 ming qilib beramiz. Hozircha shu gullardan qoldi. Bularimiz bor, 45 ming qilib beramiz. Bular selim materiali, 48 dan 52 gacha razmerlarga tushadi. Elektrga ham tushadi, sal kichikroq bo'lsa. Polniy aynalasiga mana shitlar ham, vetlar ham shunaqa narx qilib beramiz. Yangi gullar so'raganlar uchun mana bularimiz bor. Yubka burugli, bularimizni 49 ming qilib beramiz. Optim narxi aytilayotgan, mana ko'rasizlar. Yubkasiga e'tibor berasizlar. Eshitolmaysiz, shimiga. Shimi yubka buruk qilingan. Gullari oxirgi gullar bular, rasvetkalari. Ikkita rasvetkasi u boshida ham bor. Ko'rasizlar, rasvetkasi mana o'zi buruk etib turibdi, yubkasi ham. Narxi ham juda shokolad chiqqan. Telegramga zakaz turaverasizlar. Standart 48 dan 54 gacha tushaveradigan razmerda bo'lib chiqqan. Tepadagilarni 45 ming, pastdagilarni aytdan boshlab, aytdan shungacha 49 ming qilib beramiz. Telegramga o'tsalang, kommentariyada bo'ladi. Undan tashqari boshqa narsalar ham bor, xibalar ham bor, hammasi. Narx-navolar hammasida yozilgan.